Agar Instagramga kontent qilishda bu 3 ta dasturdan foydalanmayotgan bo'lsangiz, demak ancha zamondan orqada qolib ketibsiz. Notion dasturi orqali siz umumiy kontentlaringiz ssenariysini, ularning kontent planlarini, ularning linklarini va qaysi rubrikada qanaqa tartibda chiqishini oldindan ro'yxatini tuzib ishlashga menimcha eng qulay dastur. Ikkinchisi ChatGPT. ChatGPTning imkoniyatlarini ta'riflashga so'z ojiz. Videoda qisqa pauza qilib ko'rsatib beraman. Oynisi, assalomu alaykum. Bizni Instagramga kontent qilishda sen qanchalik yordam berishing haqida Reels tayyorlayotgandik. Iltimos o'zingning imkoniyatlaring haqida 10 soniya ma'lumot ber. Va alaykum assalomjon. Seniga Instagram Reels'da qiziqarli kontent yaratishda yordam berishim mumkin. Masalan, e'tiborni jalb qiluvchi mavzularni tanlash, o'quvchilarni jalb qiluvchi sarlavhalar yaratish va videolaringga olib borish uchun eng yaxshi strategiyalarni taklif qilish. Reels'larni samarali yaratish uchun hozirgi trendlarni kuzatib borish ham foydalidir. Senga shu haqida ma'lumot berishimni istaysanmi? Uchinchisi bo'lsa CapCut dasturi. Kontentlarning rejasini tuzasiz, ularni ssenariysini tuzasiz va bularni obrobotka qilib bizga tayyor holatga olib kelib berish uchun telefonda o'zida foydalanishga eng yaxshi dastur menimcha CapCut bo'ladi. Dasturlardan foydalanish ham tekin versiyasi bor, ham pulli versiyasi bor. Pullisi albatta yaxshiroq, lekin men o'zimning sahifamda shaxsiy brendga doir pulli ma'lumotlarni tekinga beryapman. Qiziq bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying.